Sevimli TV telekanalida 2025 yil 7 oktyabr soat 19 "Oh-oh"da Kechir serialining 95 qismi namoyish etiladi. Har bir yangi bo'lim tomoshabinni yana chuqurroq oyga toldiradi. Muhabbat, xiyonat va kechirim narxi haqida. Ilyos, yo'l Kamazi haydovchisi, Nasiba, uy bekasi. Ularning 2 farzandi bor. Hammasi oddiy ko'rinsa-da, Ilyos ikkinchi xotini Hamidani uylamoqchi bo'lganida Nasibaning hayoti izdan chiqadi. U chidolmadi va o'z ro'molida joniga qasd qildi. Ilyos to'y uchun bazardan olib kelgan sovg'a xotinining dafn marosimida ishlatildi. 3 kundan so'ng kelin uyida Nasibaning kundaligi topildi. Unda u har bir kunini, iztiroblarini, muhabbatini yozib borar edi. Bu qismda Ilyosning yuragi ochiladi. U qilgan ishidan pushaymonmi? Hamida bilan baxt topdimi? Kechir hayotiy voqea asosida yaratilgan va har bir tomoshabinga saboq beradi. Kechirish ham jasoratdir.